e'tibor qiling-a. Odamlar shuni tugagandan keyin svetobarga borib kofe ichgandan ko'ra, suv ichgandan ko'ra eka hashar uyushtiradigan bo'ldik. Shaharimizni o'pkasi hisoblangan muqimiy bog'imiz, katta bog'imiz, o'rda maydonimizni ichidagi mana shu yashilliklarni saqlab qolish, ichidagi chiqindilarni olib tashlash bo'yicha bir jamoatchilik bilan mana faol shahrimiz faollari, nuroniy ayollarimiz bilan birgalikda shu ishni tashkilladik. Bizga qo'shilasizlar degan umiddamiz. Mana shu bog'imizni ozodaligi, tozaligini saqlash uchun o'z hissamizni qalbdan bajarishga chiqdik. Hammalarini shu nimaga jalb qilmoqchi biz. Kechqurun chiqqanlar ham, dam olgani kelganlar ham ozgina tozalikka rioya qilinsa, kelgan balajonlar ham, keksalar ham shu toza havodan bahramand bo'lib nafas olishadi. Xalqimiz uchun, o'zimiz uchun ham, yurtimiz uchun ham ozodalikni saqlagan bo'lamiz.